Assalomu alaykum hammaga. Men Turkmanov Ma'mur Matmusayevich, Zuhal revmatologiya markazi bosh shifokoriman. Bugun sizlar bilan revmatoid artrit kasalligida yoki boshqa revmatologik kasalliklar bilan chalingan bemorlarimiz ro'za tutsa bo'ladimi degan savol va bu ro'zani ularga foydali tomonlari qanaqa va agar ro'za tutish mumkin bo'ladigan bo'lsa, bu ro'za vaqtida qanday qilib iftorlik qilish kerak, ovqatlanishda nimalarga e'tibor qilishimiz kerak, dorilarni qanaqa tartibda ichishimiz kerak, mana shu narsalar haqida gaplashamiz. Ro'za tutish qaysi holatlarda taqiqlanadi? Qandli diabet kasalligida, qandli diabet kasalligini ham og'ir darajalari, og'ir bosqichlarida agar bemor insulin qabul qilib yurgan bo'lsa, tez mana qisqa ta'sirda ta'sir qiluvchi va uzoq muddat ta'sir qiluvchi insulinlar bilan davolanayotgan bemorlar bo'lsa, bularga ro'za tutish mumkin emas. Yoki oshqozon ichak traktida yara kasalligi bor bemorlarimizda yoki bo'lmasa og'ir buyrak yetishmovchiligi, og'ir jigar yetishmovchiligi kasalliklarda yoki bo'lmasa bizni revmatologik kasalliklarni faol davrida, ya'ni bemor juda ham og'riqlari kuchli, bo'g'inlarida shishlari bor yoki bo'lmasa tizimli qizil yugurik bilan chalingan bemorlar faol davrda kechayotgan bo'lsa, kasalliklari bemorning holati og'ir bo'ladigan bo'lsa, bularga ro'za tutish taqiqlanadi. Chunki bizning dinimizda ham aytilgan, bemor odamga, safardagi odamga hamda ahvoli og'ir bo'lgan odamlarga ro'za tutmaslikka ruxsat berilgan. Xuddi shu uchun biz ham aytyapmiz, mana shu kasalliklar faol kechayotgan paytda og'ir darajalarda ro'za tutmasak ham bo'ladi. Albatta buni chiroyli qilib ibodat bilan o'tkazsak bo'ladi. Biz agar ro'za tutadigan bo'lsak, o'zi bizda organizmimiz kuniga 2 mahal yoki bo'lmasa maksimum 3 mahal ovqat yeyishga moslashtirilganda, lekin biz hayot tarzimiz tufayli biz bu ovqatlanishimizni kamida 3 yoki 4 yoki 5-6 mahalga o'tkazib olganmiz. Aslida bu xato hisoblanadi. Shuning uchun hozirgi kelib chiqayotgan juda ham ko'p kasalliklarimiz mana shu noto'g'ri ovqatlanishimiz bilan bog'liq. Borib bu katta problemaga aylanib ketyapti va natijada odam chuqur kasallangandan keyin murojaat qiladi vrachga, doktorga va bizda problema katta bo'lib turadi. Bu problemani hal qilish uchun bir nechta mayda boyagi e'tiborsiz qoldirgan darajada ovqatlanishimiz, harakatimiz, uyqumiz, asab qilmasligimiz, mana shu narsalarni to'g'rilab keladigan bo'lsak, undan keyin ukol dorilar bizga yordam beradi. Shu uchun biz birinchi o'rinda bu ovqatlanishimiz bu holatda, ya'ni ro'za paytida biz 2 mahal ovqatlanadigan bo'lsak, bu ayni muddao bizning sog'ligimiz uchun. Nima uchun degan savol tug'iladi. Organizm, masalan, biz agar ertalab ovqatlanadigan bo'lsak, to 12-24 soatgacha bizga mana shu ertalabki ovqatning kuchi yetadi. Biz обязательно obedda yo obeddan keyin ovqat yeyishimiz yoki polnik qilishimiz, ana shunaqa narsalar bu bizni qaytanga kasallikka yetaklaydi. Biz mana shu tarzda ertalab hamda kuniga 2 mahal ovqat yeydigan bo'lsak ham bu organizm uchun juda ham foydali. Nima uchun? Organizm och qolgan payti to'liq mana oshqozon ichak traktidan ovqat to'liq pustoy bo'lgandan keyin organizm zaxiradan kaloriya olishni boshlaydi. Bizda harakatimiz uchun, aqliy mehnatimiz uchun, har bir mayda-chuyda harakatlarimiz uchun ham organizm energiya sarflaydi-da. Mana shu energiyani oshqozon ichak traktida ovqat qolmagandan keyin, qondagi zaxiralar tugagandan keyin bizga ortiqcha yog'larimizdan, jigardan biz kaloriya yoqib energiya olamiz. Natijada bizdagi ortiqcha yog'lar ham ketadi, ortiqcha kaloriya ham ketadi. Va keyinchalik agar shunda ham biz ovqat yemaydigan bo'lsak, bizda ochlik davom etadigan bo'lsa, organizmda autofagiya degan narsa bor. Ya'ni bizning organizmimiz o'zimiz uchun keraksiz bo'lgan, ma'lum bir metabolizm natijasida hosil bo'lgan zararli mahsulotlar, oraliq mahsulotlari hamda o'sma onkologik hujayralar, autoimmun hujayralarni yeyish bilan oziqlanadi va o'zini tozalaydi. Shu uchun bizda mana bu
ro'za vaqtidagi 2 mahal ovqatlanishimiz bizga juda ham foydali hisoblanadi. Bu oshqozon ichak trakti bilan bog'liq surunkali pankreatit, surunkali kasalliklarda yoki bo'lmasa bizda revmatologik kasalliklarda, semizlik kasalligida yoki asab tizimi bilan bog'liq kasalliklarda ham bu juda ham foydali hisoblanadi. Hayolim bo'lindi-da. Mana shu yerda kesamiz. Nima aytmoqchi edim men? Autofagiya haqida aytdim. Tak. Ha, ana shu zo'r bo'ldi endi. Endi Autofagiya haqida aytdim. Ha, bo'ldi. Buni interval голодания deb aytiladi. Yo'q, bu umuman hozir yopildi o'sha. Xullas, organizm shunday qilib o'zini o'zi keraksiz, zararli hamda oraliq mahsulotlardan tozalaydi. Shu uchun biz uchun bu juda ham foydali hisoblanadi. Butun sog'ligimiz uchun, butun tanamiz uchun, ruhimiz uchun ham bu juda ham foydali hisoblanadi. Buni biz tibbiyotda interval голодания deymiz. Ya'ni intervallik och qolish deb aytamiz. Xuddi mana shu bizda ro'zadagi qilayotgan ishlarimiz meditsinada keyinchalik tasdiqlangan, bizga mana shunaqa foydalar olib keladi. Yana bir narsaga e'tibor qilishimiz kerak. Faqat interval голоданияda bizda organizmda zaxira qolmagandan keyin bizda organizm energiyani mushaklardan olib boshlaydi. Mana shu payti mushaklarda sarkopeniya, kichiklashish, biz mushak massasini yo'qotib qo'yishimiz mumkin. Shu uchun biz bu paytda обязательно ozgina bo'lsa ham organizmni suvsizlantirmaydigan darajada mashqlar bilan shug'ullanib turishimiz kerak ro'za davomida. Iftorlik boshlandi. Biz og'izda ochadigan vaqtga keldik, duoni qildik va ovqatlanishda ko'pchiligimiz hamma ovqatni oldimizga yig'ib qo'yamizdagini birinchisiga sho'rva ichamiz, ikkinchisiga somsa, keyin shashlik, keyin osh, hamma narsani yeymiz. Aslida esa bu noto'g'ri hisoblanadi. Keyinchalik mana shunaqa noto'g'ri ovqatlanganimizdan keyin biz ro'zani yo Ramazonda ayblab boshlaymiz. Ro'za tutdim, mana shunaqa holatlar bo'ldi, oshqozonim og'rib qoldi yoki bo'lmasa kasalligim qo'zg'ab qoldi. Aslida esa biz mana shu noto'g'ri ovqatlanganimiz tufayli mana shu holatga kelib qolgan bo'lamiz. Xo'sh, unda to'g'ri ovqatlanish qanaqa bo'ladi degan savol tug'iladi. Ovqatlanishda birinchi o'rinda iftorlikka nimaga e'tibor qilishimiz kerak? Iftorlik dasturxoniga o'tirilgandan keyin iloji boricha birinchi ovqatni suvdan yoki sharbat yoki bo'lmasa choydan boshlashimiz kerak. 2-3 piyola yoki bo'lmasa 1,5-2 bokal suv bilan boshlab, bitta xurmo yoki bironta shirinlik yoki ma'lum bir mevalardan, uglevodlardan tashkil topgan mevalardan iste'mol qilishimiz mumkin va o'rtada 15-20 daqiqa tanaffus qilishimiz kerak. Chunki organizm birinchi chanqoqni qondirish kerak. Undan keyin ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin o'zi yana ochqab boshlaydi va ochqaganlik hissini asosida keyin asosiy ovqatga o'tib, unda ham ma'lum bir porsiyada qorin to'yguncha ovqat yemasligimiz kerak. Chunki dinimizda ham aytilgan, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qorin to'yguncha ovqat yemang. Qorinning bir qismi ovqat, yana 3dan 1 qismi ovqat, 3dan 1 qismi suv, 3dan 1 qismi bo'sh bo'lishi kerak. Nafas olishimizga ham joy qolishi kerak. Shunda biz to'g'ri ovqatlangan bo'lamiz. Dasturxondan och holatda, ma'lum bir qisman och holatda turishimiz kerak. To'yguncha ovqatlanishimiz shart emas. Undan keyin yana bir narsaga e'tibor qilishimiz kerak. Ertalabki saharlikka iloji boricha murakkab uglevodlarni iste'mol qiladigan bo'lsak, bizda va ko'proq harakat qilishimiz kerak. Suv yoki ichimlik iste'mol qilishimizga mana shu holatda biz chanqab qolmaymiz. Albatta ko'proq degani haddan ziyod ko'p emas, ma'lum bir miqdorda. Mana shu murakkab uglevodlarni iste'mol qiladigan bo'lsak, organizm asta-asta mana shu 7-8 soat davomida asta-sekinlik bilan sekin parchalanadigan uglevodlarni iste'mol qiladigan bo'lsak, bu maqsadga muvofiq bo'ladi. Shuning uchun va revmatologik kasalliklarda ro'zani yana bir ahamiyati bizni bunaqa ovqatlanishimiz, ma'lum bir intervalda och yurishimiz bizni nafaqat sog'ligimizni, uyqumiz ham normallashadi, o'quv jarayoni ham, xotiramiz ham har tomonlama organizmda yosharish bo'ladi. O'zini eski sarqitlardan, keraksiz mahsulotlar, oraliq mahsulotlardan organizm
xalos bo'ladi. Va eng asosiy biz uchun foydali tomonlardan bittasi, ortiqcha vazn bo'lsa, albatta biz mana shu tartibda ovqatlanib, shu tartibda ro'za tutadigan bo'lsak, Xudodan so'rab, duo qilib, Xudo xolasa organizm bu ro'zadan foyda bilan chiqadi. Ya'ni ortiqcha vaznlarsiz, ortiqcha vaznni ketkizgan holatda ham organizm o'ziga yasharib, yangilanib chiqadi va agar bemorda revmatoidniy artrit, shunga o'xshagan revmatologik kasalliklar bo'ladigan bo'lsa, mana shu shamollashlar deydi bizning o'zbek xalqimiz, vaspolitilniy protsess ham qonda kamayadi. So'yim 30, 40, 50 bo'lib ketyapti deydi. Mana shu holatlar ham mana shu ochlik, intervalli ochlik qiladigan bo'lsak, o'z joyiga keladi. Albatta asosiy dori preparatlari bilan yordam ham berishimiz kerak. Ertalabdan obedgacha bo'lgan dorilarni biz saharlik vaqtiga to'g'rilab ichishimiz kerak hamda obeddan keyingi kechgacha ichiladigan dorilarni iftorlik vaqtiga to'g'rilab ichishimiz kerak bo'ladi. Undan keyin agar biz metotrexat olib yurgan bo'lsak, kunduzi metotrexat olishingizga to'g'ri keladigan bo'lsa, buni diniy ulamolarimiz tasdiqlagan. Agar sizda qilinadigan ukoliz sizga kuch berish maqsadida yoki ovqatlanish maqsadida bo'lmaydigan bo'lsa, bunda sizda ro'zangiz ochilmaydi deyilgan. Bemalol mushak orasiga yoki teri ostiga inyeksiyalarni qilishimiz mumkin. Metotrexat olib yurgan bemorlarimiz bo'ladigan bo'lsa, bemalol o'sha og'iz yopiq bo'lgan holatda ham dorilarni qabul qilish mumkin. Qolgan dorilarni ikkiga bo'lib, saharlik, iftorlik vaqtiga to'g'rilab ichsak bo'ladi. Xudo xolasa adashmagan bo'lamiz. Bugungi videomiz mana shu ma'lumotlardan iborat edi. Agar sizlarda savollar tug'iladigan bo'lsa, bemalol kommentariyada yozib qoldirishlaringiz mumkin. Biz keyingi videolarda bu savollarga javob qaytarishga harakat qilamiz.